Uy sotayotganingizda eng birinchi o'rin ahamiyat beradigan narsangiz qanimcha uy qanaqa ko'rinishda emas, qayerda qanaqa joylashganligi bo'lsa kerak. To'g'rimi? Shart-sharoitga qiziqasiz. Hozirgi sotilayotgan joyimizdan turib, sal teparoq ko'tariladigan bo'lsa, 50-60 metr ko'tarilganimizda katta yo'l yonginasida bog'cha, ikkita maktab yaqin bo'lyapti. 351-352-maktab. 3 ta maktab yonma-yon joylashyapti, ikkita sartaroshxona, hattoki apteka ham yonginasida bo'lyapti. Mahallangizdan avtobus o'tadi. 11-12 bekat metrolar yaqin joyda joylashyapti. Aytamanku, shart-sharoit juda ham zo'r. 2 kilometr pastga tushadigan bo'lsak, katta yo'ldan turib, birinchi yonginamizda bo'lyapti. Qarang, lokatsiyani sal oxirroq tushuntirib beraman, lekin hozirgi paytda o't kelmagan tushgan mana shu joyimiz sotuvga chiqib ketyapti. Fasad razmerimiz 25 metr bo'lyapti. Ichkaridan birin-ketda ko'rib chiqamiz. Asosiy darvozaxonamizdan kirganda hovlimizni ko'rib turibsiz. To'rt burchakkina tushyapti. Bu yoq o'ng tarafimizga binolari tushyapti. Pishganishdan ko'tarilgan to'rxona binomiz bor. Bu yoq tarafi sal ochiq ayvon bo'lib turibdi, lekin bemalol yopib borib, bu yoq taraf zavqorsiz bo'ladi. Nimaga? Chunki oyog'i tegib cho'plik bo'lib o'tkazib qo'yilgan o'sha bu yoq taraf binomizga. Ichkari taraf ko'radigan bo'lsak, birinchi kiradigan xonamiz ayollarning sevimli xonasi bo'lgan oshxonamiz bo'lyapti. Koridor hamda to'g'rida alohida bitta chiroyli yotoqxona. Yon tarafida esa zaliga ega bo'lyapti. Hovlimizni ko'rib turibsiz, yashil hudud bo'lyapti. Mabodoga hovliga sanuzor qilaman, sanuzorga atab binolar ko'tarib qo'yilgan, tayyor holatda turibdi. Bu joyimiz qayerda joylashganini hisoblagan bo'lsangiz, Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasida joylashyapti. Yana aniqroq ma'lumot, lokatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qiling, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, yana ham chiroyli narxga qilib beramiz deyapti. Hozirgi paytda Start TV dollar so'ralyapti. Inshaalloh kelishtirib bundan ham chiroyli narxga qilib beramiz deyapti. Pastda nomerlar qoldiramiz. Telefon qiling, aloqaga chiqing.